Alo, onlayn Alo, boshlandi. bo'ldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Opa, adashdingiz. Mana Hop, darsimizni boshlaymiz. Bu yoqqa xudo xolisa bolalar qoldirmasdan darslarni qilamiz. Endi bu yoqdagi aka ismingiz nima edi sizda? Yoqsinbek. Muhsinbek aka? Yoqsinbek. Ha, bo'ldi. Aka qarang. Xo'p, bu yoqdagi darslarimiz xudo xolisa praktik darslar bo'ladi. Ya'ni bu yerdagi ma'lumotlar уже savdo qilishimizga o'zi mana qarangda, siz savdoga pul soldim dedingiz-ku. O'sha paytda birinchidan aka oyda boshi oyda oxiri bizda eng xavfli zonada savdo qilinmaydi u paytlarda. Ozroq sabablar bilan darslarimiz ancha to'xtab qoldi. Endi bu yog'iga stabil yana ketma-ketlikda to'liq darslarimiz qoldi. Xo'p. Endi bu darslarimiz aka ko'proq savdo qilishligimizga katta yordami tegadigan darslar. Hariga o'rgangan darslarimiz bilan savdo qilsa bo'lardi. Uni faqat amalda qo'llash ko'pchilikka ancha qiyin bo'ldi. O'shaning uchun endi bu yog'iga maksimum darajada savdoga nima deydi? Siz masalan endi bu yog'iga nima qilsangiz bo'ladi? Demo shot ochish kerak. Demo shotingizda keyingi safar misol uchun ishonch bilan qancha summa solishligingizga qo'yib olasiz. Mana hozir bu darsimizni qolganlar ham ko'radi. Kelinglar misol uchun demo shotni $500 qilib ochaman deb olamiz deylik. $500 demo shot ochamiz. Buni ochishlik uchun kompyuterda hozir men MT5 dan ham ko'rsatib beraman. Qanday ochishni, keyin telefonga qanday ulashni ham tushuntirib beraman. Hop, $500 ochib olganimizdan keyin demo shotni emotsiyasi bo'lmaydi bozorda. Masalan, emotsiya deganda uni savdo paytida minus qilsak ham, plus qilsak ham bizga og'ir yengili yo'q degandek gapda. O'sha tomoni yomonroq. Shuning uchun uni yo'qotib $500 xuddi men real pul solsam ham xuddi shuni ishlayman. Shu tartibga tushib olaman. Balkim 500 im slif bo'lar, yana 500 solaman, men demoda hisob ketaveraman. Qachonki zo'r tartibli bo'lgunimcha solib ishlayman deb ana qilib olamiz o'zimizga. Xo'p, buni reja qilib olganimizdan keyin birinchi o'rinda risk menejment bo'yicha buni to'g'rilab olamiz. Ya'ni har bitta сделкamiz necha lot bo'ladi, undan oshirmayman ham, kamaytirmayman ham deb qo'yib olamiz. Misol uchun $500 ga 0.03 lotimiz o'zi kattaroq, lekin balansimizga to'g'ri bo'ladi mana shu lotni tanlasak. Yoki 0.02 degan bo'ladi. 0.02, 0.03 orasida ishlaymiz. Va endi bitimlarimizni sonlarini ham to'g'rilab olishimiz kerak-da. Misol uchun bir kunda nechta bitim ochaman? Agar bozorda qanaqadir savdoga kirishlikka sabab bo'lmasa, kirmayman deb aniq qilishimiz kerak. Keyin mana shu onlayn kursimizda o'qiyotgan hamma odamni tekinga shunday anonga qo'shib qo'yaman, xudo xolasa, VIP kanalga. Bugun hozir link tashab qo'yaman. Hamma qo'shib oladi. U yerda signallardan foydalansanglar bo'ladi. Signallarda ham tashlangandan keyin sizlarning biliminglar bor. Faqatgina signal kanalga muhtoj emassizlar. O'sha biliminglarni qo'shib, signalda masalan buy beryaptimi, sell beryaptimi, sizlar buni tahlil qilib ko'ringlar avval. To'g'ri berilyaptimi yo noto'g'rimi? Chunki hamma odam adashadi. U signal kanalda ham stop losslar uriladi-da. Siz masalan qarang, bozorga mana mana qismdan buyga kirgan bo'lsangiz, bitta 0.11 ochdingiz bo'ldimi yoki yana 0.11 savdoga kirdingizmi? Ha, shunaqa bo'ldi. Aka, buni nomi masalan qarang, Dagon deyiladi-da. Men hali sizlarga dars paytida biron marta bu narsani aytmadim. Ya'ni siz bu to'g'ri aka, foydani tezroq qilish, ya'ni ko'proq foyda qilish odamni psixologiyasida bor. Buni hech kim to'g'rilay olmaydi. Baribir odam o'zini to'g'rilamasa, hech kim buni to'g'rilay olmaydi-da. Mana men o'zim trading sohasiga kirib kelgan bo'lsam, aka, umumiy hisobda mana shu umumiy debman. O'sha bitta oldin bo'lgan voqea bu. O'sha nima deydi, sizga o'xshab endi o'rganib, ancha kuchayib, misol uchun 1-2 marta savdo qilib, foyda qilib, o'zimga ishonchim oshgandan keyin $9,000 solganman-da. $9,000 solib, $6,000 pribel qilganman bir haftada. Bu degani $15,000 bo'lgan bir haftada.
Hmm. 6.000 dollarni yechib olib, ana 9.000 ni yana qoldirib, dushanba kunidan yana boshlab, bu haftada o'sha 9.000 dollarni hammasini sliv qilganman. Ya'ni menda ham sliv bo'lsa ham 9.000 bu kichkina summa emas-ku. U 9.000 ni men qilganimdan keyin aka men ancha o'ylaganman-da, vashi o'sha tupikka kirdim уже men normalniy uydagilar nima deydi deb minus qilib yubordim deb o'ylab qolganman. To'g'ri 6.000 pribel bo'ldi. Bu narsa bunday o'ylab qarasa 3.000 yo'qotdi deb o'ylashimiz mumkin, lekin 9.000 ni bir haftada yo'qotishim bu nerealniy narsa edi. Menga eng katta bu yerda qilingan xatolik bu meni o'zimni nafsim bo'lganda, bir kunda o'sha 9.000 keyingi haftasida ham foyda qilganman. Bir kunda 1000 ishlaganman, 600 dollar, 500 dollar ishlagan kunim bo'lgan. Ana bitta kunimda 2000 dollar foyda qilganman-da, shu 2000 dollarni yechib olib, o'sha kuni to'xtatsam bo'lardi, savdo bitimlarim bo'ldi, boshqa ishlamayman, 2000 dollar foyda qildim desam bo'lardi, lekin yana savdoga kirib, hamma pulni yo'qotganman keyin. Ya'ni bitimda o'sha u hammada bo'ladigan narsa-da. Bu narsani to'g'rilab olmasak, boshidan bo'lmaydi. Xo'p, endi mana bugungi mavzumiz sizlar bilan SMC larni o'rgangandik, esizdami? Ha, SMC, ICT. SMC da, ICT da o'rganishlar bo'lgan. Endi bugungi mavzumiz order block tutdi. SMC dami? Yo'q, nimada? ICT da order block tutdi. ICT da. Aha, endi mana bugun ICT da xudo xolisa sizlar bilan o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa, xo'p, hozir. Premium discount degan narsa o'tmaganmiz, a? Yo'q. Ya'ni bu qanday ishlaniladi? Qaranglar, mana shu narsa juda ham katta foyda beradi bizga. Ya'ni tasdiq bilan savdoga kirishga yordam beradi. Mana masalan, bozorda yuqoriga qarab harakatlanib ketish bor, a? Qachonki biz buni uptrend deb nomlay olamiz, masalan, mana shuni yuqoriga ketuvchi trend deb nomlaymiz. Qachonki bizda bitta minimum, ikkita minimum, ikkita maksimum bo'ladigan bo'lsa va u maksimumlar bir-biridan yuqori, minimumlar ham bir-biridan yuqori bo'ladigan bo'lsa, biz trendni yuqoriga ketuvchi trend deb ataymiz. Buni nimaga aniqlashligimiz kerak? Trend qaysi tomonga bo'lsa, o'sha tomonga savdoga kirishlikka harakat qilinadi. Qanday qilinadi? Masalan, mana shunaqa holat ko'rdingiz, shu yerdan buy kirilmaydi. Bu xato. Qachonki bozor orqaga atkat bergan paytda shu qismlardan savdoga kiriladi, bu yana yuqoriga ketadi. Yana atkat beradi, yana savdoga kiriladi, yana yuqoriga ketadi. Yana atkat beradi. Ya'ni shu holatda yuradi bozor. Va endi qaranglar, bu yerda mana masalan mana bunday holat qildida, bu yoqqa o'tib, keyin pastga buzdi. Keyin pastga, endi faqat pastga qarab ketyapti. Bu yerda trendimiz mana o'zgarishni boshladi. Ya'ni mana minimumini buzib qo'ydi. Bu degani sellga ketyapti. Ya'ni down trend boshlandi degani. Aslida buni smart moneyda boshqacharoq qilib olinadi, ya'ni smart moneydagi ko'rinishni aytaman. Ya'ni smart moneyda mana bu qismimiz nima deb nomlanardi, esizdami? Ko'rinmayapti nima? Ekran ko'rinmayaptimi? Ekranni yoqib qo'yganman-ku. Boss deb nomlanardi. Ko'rinyaptimi? Ha, so'ngda internetim qattiq qolishi kerak. Allo. Abdulaziz aka, internetda nima bo'lib qoldi aka? Uchastka dedim, qatib qoldi, ishlamay qoldi. Hozir ko'rinmayaptimi? Yo'q, bo'ldi. Nima qildim hozir? Ko'chaga chiqib qoldim. Bo'ldi. Mana ko'rinyapti. Demak, maksimumlar yangilanishi bizda bozorda BOS deyiladi, smart money bo'yicha. BOS'ning mazmuni break of structure, ya'ni
bozorni yuqoriga ketishini bemalol aniqlab olsak bo'ladi bu holatdan. Bozor bo'sh bo'lgan sari bu yuqoriga ketaveradi mana. Bo'sh bo'ldi, bu degani bozordan hech qachon selga kir degani. Bu holatni ko'rdingizmi? Demak, selga emas, qachonki qaytib tushganda mana shuni tagidan pastroqdan savdoga kirish uchun zona qidirib bayga olishimiz kerak. Mana qolgan holatlarda ham bo'sh bo'lgandan keyin orqaga atkat beryapti va savdoga atkatdan bayga kiramiz. Endi qachonki biz savdoni bitimini selga o'zgaradi, qachonki bozorda mana masalan mana bu holatda o'sha oxirgi bo'sni minimumi yangilanib qo'ydi. Mana pastga qarab buzib o'tildi. Cho'k bo'ladi shunda. Mana shu holatimiz bizda cho'k bo'ladi. Ya'ni bu tomonga qarab cho'k bo'ladi mana. Ya'ni mana bu holat ham o'z aslida bo'sh, lekin u bo'sni yana yangilolmadi-da, bizda mana bu qism minimumni buzib qo'ydi. Bu degani bizda mana shu holat cho'k bo'ladi. Yo'g'i selga olishga harakat qilamiz degani. Endi qayerdan selga olamiz desek, bozor orqaga yana atkat bergan paytda savdoga kiramiz. O'sha atkatdan savdoga kirganimizda savdoga o'sha yerdan qo'shilib ketaveramiz. Endi bu bozordagi premium discount degan narsa nima u? Ya'ni o'sha savdoga eng zo'r qo'shiluvchi joy, ya'ni bu cho'k holatidagi holat bo'ladi. Ya'ni cho'k bo'lgandan keyingi holat. Mana shu holatni ko'rib oldingiz, ya'ni bozorda mana oxirgi minimumini, ya'ni bo'sh bo'lgandan keyingi minimumini yangilab qo'ysa bozor, siz mana shu cho'kligini bilasiz. Cho'k bo'lgandan keyin bozor nima qiladi? Orqaga bunday razvorot qiladi. O'sha razvorot bergan joyidan bozorning eng cho'qqisiga qarab Fibonacci tortamiz. Fibonacci'ni olamizda minimumidan demak maksimumga Fibonacci tortamiz. Hozir Fibonacci'ni nastroykasi o'zgarib ketadi, shuni to'g'rilab oling. 0.5 va 0.236. Qolgan urvinlar bizga kerak emas. Mana o'sha 0.5 va 0.236 ni endi to'rtburchak bilan belgilab olaman. Mana 0.5 va 0.236. Shu yerda belgilaydigan bo'lsam, bu belgilangan joy menga savdoga sell uchun kiradigan joyim bo'ladi. Yo uchidan ketadi, yoki o'rtasidan, yoki bu yog'idan. Ya'ni biz maqsadimiz mana shu zonaga kelganda sell bitimini ochishimiz kerak. Bu yoqdan ham sinchkovlik bilan kichkinaroq time frame'ga qanaqadir signal qoldiradi. Bozor masalan M modeli shakl qilishi mumkin. Qanaqadir yana trend liniyani buzishi mumkin. O'sha paytda savdoga qo'shilib oladigan bo'lsak, biz premium discountdan savdoga kirgan bo'lamiz. Bu yerda mana masalan juda tasdig'i kuchli bo'ladi. Endi men buni bozordan ko'rsatib beraman. Hozir ko'rsatib berishga harakat qilaman. Oldin bozorda o'sha yuqori qismidan qanaqadir joy topib olishimiz kerak bo'ladi. Yoki mana bu holatni olaylik. Mana hozir ko'rsatganimiz teskarisi. Ya'ni trendimiz mana bu holatda qanaqa bo'lgan? Down trend. Down trend bo'lgan, to'ppa-to'g'ri. Va down trend deb atashimizga maqsad mana bu qism bo'sh, bu qism bo'sh, bu qism bo'sh, to'g'rimi? Ya'ni minimum yangilanishi bo'sh bo'ladi minimumda. Oxirgi minimum yangilanishi mana bo'sh. Va bundan keyin yana yangiladimi? Yo'q, u minimum emas, endi maksimumini buzib qo'ydi. Endi down trend teskari. Mana shu holat cho'k bo'ldi. Cho'k bo'lgandan keyin razvorot qayerdan boshlandi? Shetdan sekin burilishni boshladimi? Siz mana bu holatlarga kelgan paytda bemalol nima qilasiz? Cho'kning razvorotidan bo'sning eng maksimumiga, ya'ni eng tagidagi joyiga tortamiz. Va tortgan paytimizda bizdagi 0.236 va 0.5 zonani belgilab oladigan bo'lsak, mana shu zona buy zona bo'ladi. Endi e'tibor bering, bu qismda bozorda mana yoqqa kelganda urilmasdan ko'tarilib olib, keyin kelib urilib, keyin ketgan. Mana shu qismdan buy uchun savdoga qidirsak bo'ladi. Bu yoqdan nimadirlar qidirsak bo'ladi. O'sha qidirib topsak, keyin o'sha qidirib topgan zonamizdan savdoga kiramiz. Yo bo'lmasam, qidirib topa olmaydigan bo'lsak, buni kichkinaroq time frame'ga o'tkazdirib, hozir 1 soat deb turibmiz aka, kichkinaroq time frame'ga o'tkazdirib, yana nimadir qidirishimiz kerak. Mana 30 minutlikka o'tkaziraman. 30 minutlikda ham arzigulik narsa yo'q ekan. Ya'ni men bitta lekin trend liniya yasagan. Trend liniyani misol uchun buzib o'tgandan keyin mana bunday olsagan bo'lagan trend liniyani. Yoki bu urvin deb olsagan bo'ladi, mana urvin. Ya'ni tekis mana shu chiziqda bozor juda qaytishlik qilgan. Endi buni buzib o'tgandan keyin savdoga kirib olsak bo'ladi. Buzgandan keyin e'tibor bersangiz mana anchagina tepaga ko'tarilib ketgan. Ya'ni sabab bilan savdoga kirildi, bozor ishlab beradi.
Sababsiz Abdulaziz haligi supply zona demand zona deydi-yu. ha, Qaysi nimadan olamiz haligi nima demand zona, supply zonani? ha, uni keyingi darsga tushuntirib beraman, maylimi? Uni temasi ancha katta boshqachada. Bo'ldi. Bu bizda savdoga eng kirishi to'g'ri bo'lgan gold zona deyiladi. Gold degan tilla zonada, bu tengi yo'q zona degani. Bu chiroyli zona. Buni topamiz, yana boshqa joylardan qidirib ko'rib topib ko'ramiz. Hozir Bu faqat tillada ishlaydimi yo yevroda? yo'l любойda ishlaydi. Hozir mana Outchef'da ko'rsatdim misolda. Assalomu alaykum, kech qolmanimmi aka? Yo'q, aka bemalol. Charchamayapsizmi? Ha, rahmat aka, o'z yaxshimiz, yangi yillar bilan yaxshi kutib oldinglar. Rahmat aka. Sizda ham bora bo'lsin. Hozir bugun premium diskaunt o'rganayotgandik. Bu yoqqa xudo xolisa ketma-ket darslar bo'laveradi har doim. Shu chorshanba kuni sizlar bilan shu bilan. Strategiyami ham? Ha, bu strategiya aka. Bozorda bo'z cho'kdi bilardingiz, ha? Mana masalan, yuqoriga ko'tarilib ketyapti. Mana bu holatimiz nima bo'ladi? Cho'k. Bo'z bo'ladi. Bo'z. Ha, atkat beradi, yana ko'tariladi, yana bo'z bo'ladi. Yana atkat beradi, yana ko'tariladi, bo'z bo'ladi. Endi mana shu yangi bo'z hosil qilib bo'lgandan keyin uni minimumini buzib qo'ysa, ya'ni bu yoq ham bo'z, lekin mana bu holatda bo'z hosil qila olmadi. Minimumini birinchi buzib qo'ydi, mana shu cho'k bo'ladi. Cho'k bo'lgandan keyin bozor ne razvorat qilib orqaga qaytadi. O'sha razvorat qilib qaytayotgan joydan Fibonacci'ni ushaymizda, buni mana tepasiga qarab turib Fibonacci'ni shuni tortadigan bo'lsak, bizda ikkita zona 0 236 va 0.5. Mana shu zonada biz savdo bitimimizga kirsak bo'ladi, ya'ni selga qo'shilib olsak bo'ladi. Bu ya'ni down trend boshlanishini ushlab olishimiz. Endi mana bu holatga e'tibor beramiz, mana bolalar, qaranglar. Bozor mana uzoq muddatdan beri nima bo'lib tushib kelgan? Mana tepadan qarasanglar, mana down trend bo'lib, buni minimum yangilanishi eshitdingmi? Bu holat nima bo'ladi? Bu cho'k bo'ladi. Bu bo'z bo'ladi. Tepadan tushsaymi? Ha, tepadan tushsak minimum yangilanishi bo'z-ku. Ha, bo'ldi. Bo'z bo'lib tushib kelyapti va minimum maksimum bilan yangilasa, pastdan bo'z bo'laveradi. Ya'ni qarangda, bozor masalan up trend ketayotgan bo'lsa, u doim maksimum yangilanishi bo'z bo'ladi. Down trend ketayotgan bo'lsa, minimum yangilanishi bo'z bo'ladi. Bo'ldi, tushundim. Mana endi mana shu qora chiziqda bo'z bo'lganda oxirgi bo'z va oxirgi bo'zning maksimumini bozor urib qo'ygan mana bu holatda. Chunki mana bu yerda ham bo'z bor-da. Bu yoqda kichkinaroq qaraydigan bo'lsak, mana shu kichkinagina qaragan joyimizdagi bo'z bo'lgan joyini cho'ki mana bo'ladigan bo'lsa, razvorotidan bo'zga qarab Fibonacci tortib oladigan bo'lsak, mana aytganimdek yana o'sha zonada 0.5 va 0.236 zonasida bayga kirsak bo'ladi. Ularni birinchi qilib labay. Ana boshdan qaytib ketyapti-yu. Qashimdan ochirib olsak bo'ladimi yo ana o'rtaroq nimaga kelgani yaxshiroqmi? Boshdan ham kirsa bo'laveradi. U nimadan pastga tushib ketishi ham mumkinmi? Bozor? Yo'q, endi unaqa holat bo'lsa, u xato analiz bo'lib qolgan bo'ladi. Hech narsa qilmaydi. Masalan, bir marta stop loss olsak hech narsa qilmaydi, ikki marta olsak hech narsa qilmaydi. Qolganlaridan foyda chiqarib olamiz-da. Bo'ldi. Mana bu holatga e'tibor beringlar-da bolalar. Mana bu holat nima holat bu? Uptrendmi? Uptrend. Tepaga ketdi. Demak, har bitta maksimum yangilanishi bizda nima bo'lgan? Bo'z bo'lgan. Bo'z bo'lgan. Va qachon cho'k bo'ldi? Mana bu holat. Ya'ni mana bu minimumini yangilab qo'yganda cho'k hosil qildi. Bu yog'iga rostdan ham down trend ketdimi? Down trend ketdi. Razvorat beribdi aytdi. Mana qarang, mana. Shu cho'k bo'lgan joyning razvoroti bu yoqda ekan, mana pastroqda ekan, mana mamutroqda ekan. U mumkin pastga tushib ketishi mumkin. Siz cho'kni razvorotini aniqlab olganingizdan keyin nima qilardingiz? Maksimumda, minimumda, ya'ni cho'kdan maksimumga qarab Fibonacci tortardingiz. Endi qarang, bu 0.5 va 0.236.
shunday tortib oladigan bo'lsa, mana selga kiradigan joyimiz o'sha uровеньda chiqyapti. Ya'ni endi e'tibor beringlar. Siz aytgandek, bu holatda hech qachon buni tagidan savdoga kirib bo'lmaydi. Chunki siz bu yerdan kiradigan bo'lsangiz, bu yuqoriga qarab 287 pips ko'tarilib ketgan. Ya'ni agar tepasigacha boradigan bo'lsa ham haqli edi. 500 pips bo'lib ketyapti. Bu biz uchun noto'g'ri. Biz nimaga men bu zonadan selga kiramiz yo bayga kiramiz demayapman. Bu zona bizda gold zonamiz, ya'ni savdoga kirish uchun zona. Qachon kiramiz degan savolga esa bunga sabablar bo'lsa kiramiz. Buni ichidan qidiramiz sel uchun zona. Mana men xuddi shunday joydan, xuddi shu joydan savdoga kirdim. Qanday kirdim? Eng zo'r joyini qaranglar. Maksimumdan minimumga Fibonacci tortsam qaysi strategiya bo'lardi? Valni Elliot esinglardami? Ha. Gold zonani aniqlab bo'lgandan keyin Fibonacci'ni o'chirib tashlaymiz. Gold zonamiz aniq bo'ldi. Endi bozor masalan qaranglar. Bozorda impuls, korreksiya degandan keyin bu yerdan bu yoqqa Fibonacci tortasan 0.618 dan savdoga kirasan degan qonun qoida bor edi. Mana shu qonun qoida. 0.618 dan savdoga kirsa bo'ladi degan joyi bor edi. Demak, mana bozorda rostdan ham impuls bo'lganmi, pastga qarab kuchli tushib ketish bo'lganmi? Kuchli tushib bergan ama lekin. Kuchli tushib ketgandan keyin orqaga nima qaytardi? Atkat berdi. O'sha atkatdan savdoga kirib olsak bo'ladi. U atkat ham как раз bizda gold zonamizda. Fibonacci'ni olamiz, maksimumidan minimumiga Fibonacci tortib olamiz. Va bizga kerakli urvinimiz 0.618 bizda yo'q ekan. 0.618 ni qo'yib olamiz. Yani 0.618 ni. Qo'shib oladigan bo'lsak, mana bozorga qayerdan kiryapmiz? Mana bu zonadan kiryapmiz. Hozir men sizlarga yaqinlashtirib ko'rsataman. Mana bu yoqdan kirgan qanday-yu? Bu yoqdan kirgan qanday? Qanaqa uchidan savdoga kirdik. Va mana bitimimizni ushlab turadigan bo'lsak, ancha-muncha pastga qarab nima bo'ldi bozorda? Oqishli bo'ldi, pastga qarab tushib ketishli bo'ldi. Tushundinglarmi? Tushundim. Ya'ni ikkita uchta strategiyani bir-biriga nima qilyapmiz? Moslashtirib bir-biriga nima deydi? Jipslayapmiz-da. Bozorda nimaroq bo'ladi? Hammaroq bo'ladi. Bozorda mana sizlar qilishinglar kerak bo'lgan ish mana-da. Bozorga o'tamiz masalan. Mana tillarni o'zini olaylik mana. Mayli biz savdoga kira olmay qopmiz, mana shuncha joydan kira olmay qopmiz. Lekin e'tibor bersanglar, men sizlarga oddiy o'rgatgan narsam trend liniya, ya'ni 3 marta urilgandan keyin savdoga kiramiz, mana. Mana savdoga kirishga zona. Mana Fibonacci'ni olib maksimumdan minimumga tortsak qanaqa holatda bo'ladi? Minimum mana bu holatida, mana bu holatda. Mana 3 ga kelgan, 618 dan qaytgan yana. Yana o'sha holat 618. Endi mana shu holatda qachon savdoga kiraman deganlarga. Hozir mana bu zonamizda bizda savolda hammaga. Mana bu narsa nima bo'ladi? Nima deb ataladi bu chiziq? Urvinmi? Undan tashqari qanaqa likvid deb atalardi? Sell side liquid edi. Sell side liquid yechilganda bozorda. Sell side liquid yechilgan paytda orqaga qaytish bo'ladi. O'sha pastga tushgan paytda biz bu yoqda kichkinaroq time frame ga o'tib, buni analiz qilib bayga kirib olamiz. Ya'ni kichkinaroq time frame degan 5 minutlikka o'tsak, balkim W hosil qilar. W ga atkat bergan paytda bayga kiramiz, ya'ni yuqoriga qarab ketadi. Hozir mana shu tillarni hozir birgalikda analiz qilib ko'ramiz. Mana shu keladi, shu yerdan ketadi. Lekin biz bayga kirganimiz xato bo'ladi, chunki umumiy trendimiz sell. Oqimga qarshi emas, oqim bo'yicha yurishligimiz kerak biz. Shuning uchun hozir biz xo'p, shu yerdan qaytib qolsa ham savdoga kirmaymiz-da. Bu qachonki mana trendimizni 4-nuqtasiga yetib kelganda kiramiz. Shunda selga kiramizmi? Selga. Hozir bozor masalan mamdayroq pastga tushib bersa, mana shundayroq pastroqqa tushib, shunday aylanib chiqib ketsa, biz qilamizki, yuqorisidan minimumga Fibonacci tortamiz. 618 dan savdoga kiramiz pastga. Abdulazakan nimani ham
to'rtinchi nimani ham buzib qo'yishi mumkinmi, to'g'rimi? Yo'q, 4-nuqtadan ham qaytishligi mumkin. Endi mana shu joyiga savol tug'iladi. Mabodo qaytmay qolsa nima qilaman? Stop loss urib qo'ysa nima qilaman desanglar, mana qaranglar. Mana shu trend liniyani tortib qo'yamiz bu yoqqa. Agar mabodo bizda bozor kelib buni buzib o'tadigan bo'lsa, atkat beradi, bayga savdo kiramiz mana bu zonagacha. Bu holatimiz ham bor. Atkat berganda bayga savdoga kirsak ham bo'ladi. Tushundingizmi? Ha, bo'ldi aka, tushundim. Esga tushyapti oldingi nimalar ham. Demak, mana shu trend liniyani buzsa tepaga, agar unga yetib borganda selga harakat qilib ko'ramiz, selga ketsa selga ushab olamiz. Asosan necha pips qo'yishimiz kerak uni nimalardan, risk menejmentda amal qilib. Stop losslar qarangda 30 dan 50 pipsgacha yetarli. 50 pipsdan pasti hammasi o'tadi. 50 pips stop loss normalniy. 50 pips. Tillada 50 pips kattada, kichkinada, o'sha 50 pips lekin normalniy. Undan kam bo'lsa, undan zo'r bo'ladi. Masalan, 20 pips, 10 pips qo'ysangiz, undan da zo'r bo'ladi. Endi take profit masalasi esa stop lossingizdan eng kamida 3 marta kichkina bo'lishi kerak. Bu degani 30 pips stop loss qo'ysangiz, take profitingiz 90 pips bo'lishi kerak. Agar 10 pips qo'ysa 30-40 pips. 30 pipslar bo'ladi, ha. Uni maksimal kattalashtirsangiz ham bo'ladi. U yog'iga stop lossni foydaga qo'yib, sirazi ushaveramiz-da. Bizda hozir eng katta ishimiz, qiladigan ishimiz shu stop loss qo'yib bo'lganimizdan keyin take profitimizni 2-3 barobar katta qo'yish. Undan ham tashqari bozorda endi umumiy ko'rishimiz kerak. Demak, mana trend bor, bu yerdan qaytibdi, mana bu yerda sell side bor, sell sidedan tepaga ketib qolsa, 4-dan savdoga urinib ko'raman, o'xshamasa atkat berganda bayga kiraman. Bunday qilaman deb, demak, analiz qilishligimiz kerak. Tushundinglarmi? Ha, tushundim. Premium discountni ham tushundinglar, ha? Hozir mana yana premium discountga misol ko'rsataman. Mana bu holat labay. Hozir aytdingiz-ku, oqimga qarshi emas, oqim bo'ylab savdoga kirish kerak dedingiz. Постоянныйmi? Faqat shu tilda bo'ylab. Har doim aka, любой paraga. Любой paraga oqim bo'ylab savdoga kirish kerak, oqimga qarshi emas. Shunday. Xo'p aka. Mana masalan qarang, mana bu oqim pastga qarab tushib kelyapti, belgilaymiz. Bu boz. Bu boz. Mana bu boz. Demak, biz mana shu qaranglar-da, mana boz bo'ldi, mana bu holat bozligini bildingiz, ha? E'tibor bering. Boz bo'lgandan keyin pastga tushgandan keyin orqaga kiryapti atkat berib. Mana shu holatda selga kirishimiz kerak biz. Bu yoqlarda emas. Endi mana boz bo'lib kelgan bozorni nima qildi bozor? Cho'q qildim aytdi mana. Maksimumini buzib qo'ydi. Va razvorotidan Fibonacci'ni olib bu yoqqa qarab tortamiz. Fibonacci'ni olamizda maksimumidan mana razvorot cho'kdi razvorotidan bu yoqqa qarab Fibonacci tortib olamiz eng tagigacha. Bizga buy zonaga ozgina yetmay qolgan ekan. Bizda buy zonamiz qaysi? 0.5 bilan 0.236 ni o'rasi. O'shga yetmay qolib, keyin chiqib ketgan ekan. Mayli, o'xshamagan bo'lsa ham, zato biz savdoga kirmadik, hech qanaqa zarar qilmadik. Bu yo'g'a endi faqat bayligini bilamiz. Qachonki bo's bo'ladi, yana bitta bo's bo'ladi. Mana bu holat bo's bo'ldi. Yana ketdi, yana bo's bo'ldi. Qachonki buni ichiga qaytib kirsa, bayga kiramiz mana. Yana ketdi, yana atkat, yana ichiga kirdi, yana bayga. Endi mana holat, yangi bozordagi hozirgi holat. Mana bo's. Qachonki bu yoqqa kirsa, selga kiramiz. Mashina yomon past yuraverdi. Hozir 100 pips yuraverdi pashinda selga. Shunday. Mashina men qo'limda. Ya'ni o'sha bozorning yo'nalishi bo'yicha ketsak, demak selga qachon kirar ekanmiz? Qachonki bozor mayli pastga tushib ketsin, mana ma'lumotlargacha tushib ketsin. Qaytib kirsagina kiramiz bo'ldi. Sel bitimini ochamiz o'sha paytda. Qaytib kirganda ham qayerdan qaytib kirsa, masalan, bu yoqqacha kirsam, uni endi oldin o'rgangan misol uchun
order block temalarimiz bor edi, urvinlar bor edi, valni elliot hozir maksimumdan minimumga tortganda 618 ni tushuntirdim. O'sha 618 lar bo'yicha kirilardi. Rahmat aka. Tushundinglar, ha? Hozir bugungi darsimiz premium diskount bo'ldi. Keyingi darsimiz qaranglar, sizlar bilan полный повторение bo'ladi-da. Keyin kim shot ochdi, kim ocha olmadi, kim demo ochdi, ocha olmadi, o'sha demolarni ochib, o'sha yerdan start beramiz. Kim masalan bugun uni men rejasini tuzib beraman sizlarga. Bugun misol uchun qancha ishladinglar, nima zilka ochdinglar, hammasini tashlaysizlar gruppaga. Ya'ni savol yozuvda o'qimabsiz shekilli aka. Men hozir Rossiyadaman-ku. Men o'zim ochib beraman aka, qanday ochib hammasini tushuntirib beraman. Bo'ldi, rahmat aka. Shuni so'ragan. Birinchi demo ochamiz yanagi darsda. Hammaga bir xil demo ochaman-da, anasini tashlab yuboraman. Screenshotlarni kirib olasizlar-da. Keyin savdo bitimini ochishni ko'rsatib qo'yaman, o'sha buy sellni qanday aniq qilishlardi. Uni menimcha YouTubedan ham ko'rib yoki o'zingizlar ham allaqachon ko'rib olgan bo'lsanglar kerak. Stop loss qo'yib, take profit qo'yib, har kuni bozorda analiz qilasizlar-da, o'sha bo'yicha savdoga kirasizlar. O'sha yerdan kirib savdoga keyin masalan bugun buncha minus qildim, bu lotni ochdim, lotlarni ham hisob kitob qilamiz. Hammada xuddi musobaqadek qilib ishlatib ketamiz. Xudo xolisa o'sha 500 so'm uchun bitta maqsad qo'yib olamiz, necha minggacha olib chiqishga. Keyin yutgan odamga xudo xolisa bitta prop shot olib beriladi. Prop shot bu imtihonidan o'tadigan bo'lsangiz, bemalol ishlab pul yetsangiz bo'ladigan narsa. Zato sizga tekinga tushadi bu narsa. Necha minggacha, eng kami necha ming Abdulaziz aka, unga ham pul beramizmi? Profit olish uchun? Tushunmadim. Profit olish uchun misol haligi o't beryapti-yu, misol Instagramlaringizda ham chiqyapti, profit imtihonlarni o't beramiz deyapti. U o'tib berishiga pul oladi, o'sha ular o'zlari imtihondan o'tadi-da. Sizlarda endi misol uchun uni o'ta olmaydigan anomaslarda, o'sha bu yoqqa biliminglar oshgan sari o'zingizlar bemalol o'ta olasizlar imtihonidan. O'sha misol uchun agar ham sotib olamizmi? Uzr gapingiz. Yo'q, men aytyapman-ku, o'sha bitta reja qilamiz, $500 hammaga demo ochamiz. Keyin kim yaxshi ishlab o'sha demoda riskka amal qilib, o'zidan o'zi bitim ochavermasdan, misol uchun analiz bo'yicha savdoga kirib, menga bitimni soni muhim emas. Masalan, men bugun 10 ta bitim ochdim degan umuman qiziq emas. Masalan, bir haftada bir dona bitim ochsangiz ham, o'sha qanaqa bo'lgan, zarar bo'lgan bo'lsa ham, foyda bo'lgan bo'lsa ham, analiz qilinganmi, nima bo'lgan, qanday bo'lgan, hammasini to'g'ri qilsanglar, xudo xolisa, o'sha odamga bitta prop shot olib beriladi. Agarda mana shu natijasi haqiqatan zo'r bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'sha prop shot, ya'ni o'sha demoni ham akkuratni ishlagan bo'lsa, o'sha prop shotni imtihondan ham o'zim o'tib beraman. Robot bor, o'zi imtihondan o'tib beradi. O'sha tayyor bo'ladi sizlarga. Yo'g'i ishlaysizlar, pul yechasizlar, bo'ldi. Bo'ldi. Bu narsa sizlarga misol uchun o'zingizlardan, anonimlardan kelib chiqib aytyapman. Ya'ni biliminglarga mos qilib, sekin-sekin olib boramiz. Sliv qilib qo'yish yo'q, sliv qilib qo'ysanglar bo'lmaydi lekin. Shuning uchun xuddi real shotga qaragandek o'sha 500 ga mehr berishimiz kerak. $500 meni mulkistamdan solyapman deb tasavvur qilib, bitimda hal bo'lar-bo'lmas ochmasdan, masalan, hozir mana meni bitta ham bitimim yo'q, hozir ochmaganman savdo. Nimaga? Men kutyapman bozorda. Qachonki men analiz qilgan joyimga keladi, keyin kiraman. Bu bitta dona tillada emas, boshqasiga o'taman. Boshqa paralar bor, shuncha ulardan o'rgangan narsalarim, biladigan narsalarim bo'yicha analiz qilaman-da, qarab, kelsa savdoga kiraman, kelmasa kutib turaveraman. Men hech narsa yo'qotmayman, zato zarar qilmayman. Sabrda aka, buyog'iga. Shunday sabr qilgan odamda katta depozitni ham, kichkinasini ham xudo xolisa boshqara oladi. Hozirgacha bo'lgan minuslar bo'lsa, misol uchun minus qilganlar bo'lsa, men uni o'ylamanglar. Muhimi sohani misol uchun jiddiy qaranglar-da, bu oddiy mana oson pul topishni qiyin yo'li degandek gapda. Xudo xolisa men 3 kishi, hozir 3 ta dona gruppada qolgan. Mana shu 3 kishiga xudo xolisa har bittaligiga alohida o'rgatib, VIP kanalda ham aytdim, hozir tashab qo'yaman. Bunyod aka kirolmay qoldingiz boya. Boshida aytdim, VIP kanalim bor, o'shani pulli kanalda, o'shani ham tashab qo'yaman, linkini qo'shilib olasizlar. Polniga o'zingizlarga tekin turadi. Sizlar o'tdan ham signallarda olib tursanglar bo'ladi. Mana hozir men tashagan anolarimni ko'rsataman sizlarga. Qanaqa ketadi VIP kanal mana. VIP kanalda sizlarga men o'zim analiz qilib tashlab turaman mana. Bozor mana menga kelganda savdoga kirsak bo'ladi. Mana bunaqa holatda kirsak bo'lar ekan mana bu.
Bu yerda yozuvlari bor, hammasini o'qib chiqish kerak. Bunaqa holat bo'ldi, bunaqa holat bo'ldi, bunaqa bo'ldi deb. Hammasini nima deydi? Ko'rsatkichlari bor. Aha. Tushundinglar, ha? Ha, tushundim. Bo'ldi, hozir men birinchi qiladigan ishim sizlarga videoni saqlanib qilib tashlab qo'yish. Ikkinchisi, mana bu VIP kanal tashlab qo'yish. Endi sizlardan vazifa keyingi darsga polniy iloji boricha o'tgan darslarimiz esdan chiqib ketganlari bo'lsa polniy повтор qilish va mana premium diskountga bozordan 10 ta misol topish. Videoni qayta ko'rsanglar, agar tushunmagan joyinglar bo'lsa, gruppada so'ranglar, yordam beraveraman. Demak, sizlarda qiladigan ishinglar takrorlash, 10 ta premium diskount topish, meniki sizlarga ana VIP kanalda linkini tashlab yuborish, videoni tashlab yuborish. Kelishdik, ha? Ha. Chorshanba kuni bo'ladi yanada. Xudo xolisa chorshanba kuni 5 dan 6 gacha bo'lgan oralig'ida ichida bo'ladi. Men sizlarga bolalar boshlaymiz deb 10 minut oldin aytib qo'yaman. Sirazi kirib ana qilsanglar, boshlaymiz. Har kun shunday bo'ladi. Bo'ldi. Hop. Bo'ldi, videoni unday o'chirib. Bolalar charchamaydi, xo'pmi? Rahmat aka, rahmat.